Qarindoshlarim bilan shunaqa stresslanib chiqazadigan joyga bordik, ya'ni Magic Cityga. Magazinlar, har xil attraksionlarni aylanib, suvni bo'yida salqingina maza qilib aylanib yurdik. Yonimizdan shunaqa fontan chiqib keldi. Bu fontan haqida bilarmidinglar? Bu fontanning yoniga kelib, qanchalik baland ovozda baqirsanglar, fontanning suvi shunchalik tepaga chiqarkan. Mana birinchi marta ko'rishim edi. Fontan bahona hamma g'uborlarimni chiqazib oldim. Maza ekan lekin. Yaqinda 30 ga kiraman. 3 ta bolani onasiman, lekin hech ham katta bo'layotganimni tan olgim kelmaydi. Menga o'xshaganlar bormi? Aylanib yurganimizda meni taniydigan juda ham ko'p obunachilarimni ko'rib qoldik va tanishib rasmlarga ham tushib oldik. Magicdan chiqib Seul bog'iga ham kirdik. U yerda ham juda ham maza havo bo'layotgan ekan. Maza qilib aylandik. Jiyanimning aytishi bo'yicha shu marujni hozir trendda ekan. Biz ham yeb ko'rdik. Buni degustatsiya videosini keyingi reelslarimda qo'yaman. Shunaqa obzor videolarim sizga yoqayotgan bo'lsa, yuringchani bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'yishingizni so'rayman.